Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Termiz davlat universiteti psixologiya kafedrasi o'qituvchisi narkolog Husayn Ismoilovich bo'laman. Bugun sizlar bilan umumiy psixologiya fanidan stress mavzusida gaplashamiz. Stressni profilaktikasi, ya'ni uni oldini olish va yuzaga kelgan vaziyatlardan chiqish yo'llari haqida suhbatlashamiz. Avvalo stressning izoh haqida, shu so'z haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, stress inglizchadan olingan bo'lib, taranglik, zo'riqish degan ma'nolarni anglatadi. 1936-yilda kanadalik olim Ganseli bu stress tushunchasini fanga kiritgan. Stressning oqibatlari, stress bosqichlari haqida ko'rib chiqadigan bo'lsak, bunda birinchi bosqich taranglikning kuchayishi, xavotirlilik, ikkinchi bosqich stress holati, qarshilik ko'rsatish va uchinchi bosqichi ichki taranglikning susayishi, toliqish. Taranglikning kuchayishi, xavotirlik bosqichi. Bu bosqichda inson organizmi mobilizatsiya boshlanadi. Nafas olish tezlashuvi, qon bosimi oshishi, ruhiy holatning qo'zg'alishi namoyon bo'ladi. Inson e'tibor to'liq qo'zg'atuvchiga yo'naltiriladi. Shu paytda inson o'zini o'zi xatti-harakatlarini, xulqini, so'zlarini boshqara olmay qolishi kuzatiladi. Organizm stressdan himoyalanish mexanizmi ishga tushirishni boshlaydi. Bu bosqichda inson uzoq tura olmaydi. Agar organizm bu bosqichda yengib o'tsa, xavotirlik darajasi asta-sekin kamayadi, yo'qolib boradi. Aksincha bo'lsa, balki yana ham kuchayish ehtimollari yuzaga keladi. Keyingi bosqichi qarshilik ko'rsatish bosqichi. Stressning ikkinchi bosqichi organizm rezerv, ya'ni zaxira kuchlarini safarbar qiladi. Bu bosqich kurashishda organizm barcha faoliyat katta kuch bilan ishlashni boshlaydi. Bu bosqichda vaziyat ikki xil yo'nalishda rivojlanishi mumkin. Inson o'ta faollashib, o'zida yangi harakatlarga va g'oyalarga kuch topadi va organizm mobilizatsiyasi namoyon bo'ladi, yoki aksincha organizm tormozlanib, passivlik kuchayib, inson o'z-o'zini yo'qotib qo'yish hollari kuzatiladi. Stress holatida inson xatti-harakatlari uning faoliyatining psixik xususiyatlariga bog'liq. Ya'ni inson stress holatda qaysi bir insonga qaysi narsalar qanday ta'sir etishiga bog'liq va insonning o'zining tipologik xususiyatlariga bog'liq stressning bartaraf etib yoki uni o'tkazib yuborishga, unga qarshi kurashishda uning tipologiyasiga ham bog'liq hisoblanadi. Ruhiy tipologik xususiyatlariga. Toliqish bosqichi uchinchi bosqich. Agar stressning avvalgi bosqichlari bo'lib o'tsa, lekin organizm moslashuvchanligi sust bo'lsa, stressning uchinchi bosqichi boshlanadi. Ya'ni toliqish yuzaga keladi. Ushbu bosqich stress ta'siri uzoq bo'lganda kuzatiladi. Bu bosqichda organizm zaxirasining so'nib borishi, zaiflashuvi kuzatiladi. Bunday jarayonlar kuchli depressiyaga, tushkunlikka yoki organizm kasallanishiga zamin yaratadi. Buning oqibatlarida ruhiy emotsional, ya'ni psixik emotsional zo'riqish, stressning yurakning ishemik kasalligi, qon bosimi oshishi, ateroskleroz, nevrozlar, oshqozon va 12 barmoqchak yarasining yuzaga kelishi, o'smalar, shishlar, qandli diabetlar va shunga o'xshash ko'plab kasalliklarni yuzaga keltiradi. Chunki bunda asab tolalari doimo zo'riqadi, taranglashadi. Oqibatda ruhiy va jismoniy quvvat taqsimotida buzilish ro'y beradi. Oilada, ishda va jamiyatda yuz beradigan ziddiyatli holatlar, salbiy emotsional stresslar bu muvozanatni izdan chiqarib yuboradi. Stress oqibatlarida mutaxassislarning ta'kidlashicha, Yevropa olimlari kasallikning 70% hissiy buzilishlar, ya'ni stress holatlari bilan bog'liq ekanligini isbotlashgan. Yevropa mamlakatlarida yiliga millionga yaqin inson stressdagi vaziyatlar tufayli yurak faoliyati buzilishidan olamdan o'tar ekan. Stressga kurashishda, stressni yengib o'tishda yoki stressda yengil o'tkazib yuborishda, bartaraf qilishda atrofdagilarga nisbatan ortiqcha talabchan bo'lmang izohini izohlaydigan bo'lsak terminni. Bunda siz o'zingizga qanchalik talabchan bo'lsangiz, boshqalarga ham xuddi shu talabchanlikni odatda oshirasiz va bu esa sizni asabiy taranglikka, nerv tolalari zaiflashuviga, charchashiga, toliqishga olib keladi. Oqibatda sizning holatingiz stressli holatga tushiradi va undan oqibati tushkunlikka, depressiyaga tushib boshlaysiz. Shuning uchun
qolganlar ham o'zingizga talabchan bo'lgan kabi qolganlar ham talabchanlikka chorlasangiz, bu sizga ortiqcha yuklama yoki zo'r qishingizga sababchi bo'ladi. Olimlardan biri shunday aytgan ekan, agar sen vaziyatni o'zgartira olmasang, vaziyatga nisbatan o'z qarashlaringni o'zgartir deb ta'kidlagan. Haqiqatdan ham shunday atrofdagilarni shundayligi qabul qilingki, vaqt kelib ularga haqiqatdan ham o'zgarganining guvohi bo'lasiz o'zingiz. Hayot qadriga yeting. Sevimli mashg'ulotlarga vaqt ajrating. Tashvishlarni unutishga harakat qiling. Chunki bu tashvishlar inson olamdan o'tgandan keyin ham arimaydi. Har kimga o'z tashvishlaringiz to'g'risida so'zlamang. To'g'ri, suhbat davomida siz yengillashgandek bo'larsiz, biroq biroz vaqt o'tgach o'z muammolaringizni o'ralashib qolib, yana birovga yaxshi suhbat olishga muhtojlik seza boshlaysiz. Bu sizni boshqa birovga muhtojlikni oshiradi. Shunday ekan, asablaringiz dam olishga ruxsat bering. Bugungi kun kelajakda qator keladigan kunlarning biridir. Lekin bu kunlar ayni damdagi qiladigan harakatingizga, xulq-atvoringizga bog'liqdir. Ya'ni keladigan kunlarning ham bugungi kunga holatingizga bog'liq holatingizdan kelib chiqib, keyingi kun ham shunga yaralaveradi, sizni holatingizdan kelib chiqib. Tabiat bergan in'omlardan oqilona foydalaning. Siz dam olishni emas, faol harakatni tanlang. Bema'ni orzuni emas, haqiqatni tanlang. Bunda haqiqatdan ham hayotda mavjud o'z harakatlaringiz imkoniyatingizdan kelib chiqib qila oladigan ishlarni tanlang va shundagina siz o'z orzularingizga yetisha olasiz. Xo'mrayib turish emas, kulib qarashni tanlang. Dushmanlikni emas, muhabbatni tanlang. Hayotdagi hamma yaxshi narsani tanlang. Eng asosiysi, hamisha ishlash imkoniyatini tanlang. Mehnat qilish, bardosh berish g'ayratidan qaytaradigan odamlarning gaplariga quloq solmang. Ya'ni inson qanchalik mehnat qilsa, qanchalik g'ayrat qilsa, u kishida stressga tushish vaziyati ham kamroq bo'ladi. Boshqa o'ylarni o'ylashga ham vaqt qolmaydi. Barcha norozilik, shubha, gumon, umidsizlik, o'zingizdan nolishni bir chetga yig'ishtirib qo'ying. Bor kuchingizni qiyinchiliklarni yengishga sarflang. Axir erta bahorda ochilgan gullar shamol yoki sovuqdan shikoyat qilmaydilar. Haqiqatan ham oddiy tabiatda ham uchraydigan gullarimiz shamol yoki izg'in sovuqlardan hech qanday shikoyat qilmaydilar. Inson ham shu holatda hech qanday shikoyat qilishga haqqi yo'qdir aslida. O'z ehtiroslarni jilolashni o'rganing. Ehtiroslar har doim insonni yuqorida slaydimizda ko'rganimizdek ruhiy hissiy siqilishlar insonning stressga holatlarini oshiradi va uning darajasini kuchaytirib boradi. Inson 5 ta ruhiy sababga ko'ra kasallanish sabablari bor. Qahr, g'azab va hasad bittasi bo'lsa, xafagarchilik, alamlik ikkinchisi bu, aybdorlik hissi, o'zini boshqa bir narsada, bironta hodisada yoki kimlarning oldida aybdorlik hissi ham bu sababchi bo'ladi. Injiqlik va qaysarlik, hayotdan qo'rqish. Mana shu sanab o'tgan 5 ta unsur ham insonning kasallanishga, hissiy jihatdan stressagon holatga tushishiga va zo'riqishiga, uni toliqishiga sababchi bo'ladi. Oqibatda ichki kasallik kelib chiqishini zamin yaratadi inson. Mana hasad qilmang, boshqalarning yutuqlariga hasad qilmang, balki havas qiling va ularday bo'lishga, ulardan ham ziyoda bo'lishda havas qilib yashang. Shundagina sizni ishlaringiz, orzularingiz amalga oshadi. Hasad qilmang sababi 5 daqiqa hasad o'rniga o'tida qovurilgan odam o'z umrini 2 yilga qisqartiradi degan naql bor. Haqiqatan ham inson har bir kunni g'animat bilib yashash kerak. Hasadgo'ylar boshqalarga nisbatan ertaroq qarashlarni ko'pchilik biladilar. Hasadga surunkali berilish oqibatida qalbdan mehr-oqibat, shafqat, muhabbatdan uzoqlashib boradilar. Ko'zlar nursizlanadi. Salbiy hissiyotlar hisobiga kishining kuch-quvvati pasayib boradi. Odatda hasadgo'ylarning yuzida erta ajin tushadi.
Bunday odamlar katta ishlar qilishga qodir emas hisoblanadi. Ular o'z-o'zlarini qiynoqqa solib, mayda-chuyda ishlar girdobidan chiqa olmay yuraveradilar. Stressdan holatdan chiqishda yo stressli holatlarni yengib o'tishda sizga jismoniy mashqlar ko'proq yordam beradi. Mashq qiling, erta tongdan harakat qiling. Sport stressni yengishga yordam beradigan usullardan bittasi. Shunday ekan, o'z ruhiy holatingizni sog'lomlashtirmoqchi bo'lsangiz, muntazam ravishda sport bilan shug'ullanib boring. Agar ertalab birozgina sport bilan shug'ullanib, ozroq vaqtingizni ajratib sport bilan shug'ullansangiz, kunlik tonusingiz, kayfiyatingiz ko'tarilganiga guvoh bo'lasiz. Jismoniy mehnat bilan band bo'lishingiz, terlab ish qilishingiz qonda endorfin moddasini kiritadi. U esa kayfiyatni yaxshilab, og'riqni qoldiruvchi modda hisoblanadi. Demak, jismoniy mashqlar va jismoniy mehnat stress qotili hisoblanadi. Shaxsiy muammolangiz bilan faqat mutaxassislarga murojaat qiling. Har bir muammolaringizda mutaxassis bo'lmagan, to'g'ri kelgan, ko'chada duch kelgan insonga murojaat qilib aytib ko'rmang. Chunki ularning hech qanday foydasi tegmasligi mumkin. Balki vaqtingizni, g'animatli vaqtingizni uxlashi mumkin. Shuning uchun har bir muammongizni o'zining mutaxassisi bo'yicha murojaat qilsangiz, tez va oson yengishga va vaqtingizdan yutishga imkonini beradi. Shu o'rinda stress profilaktikalaridan biri tabiiy damlamalar iching. Ayniqsa moychechak ramashka deymiz. Damlamasi qadimdan o'zining stressga bardoshlikni kuchaytirishi sifatida tan olingan. Haqiqatan ham kuniga bir stakandan mazkur damlamani 3 mahal ichishga tavsiya qilinadi. Yalpiz, rayhon kabi xushbo'y o'simliklarning shox va barglarini salqinda quriting. Yostiqcha sifatida ishlating. Bunday yostiqchalar sizga ijobiy ta'sir etib, ruhiy holatingizni tinchlantiradi, uyqusizlikni bartaraf etadi. Shu bilan birga S vitaminini ko'proq iste'mol qiling. Soha mutaxassislarining ta'kidlashicha, S vitaminini muntazam iste'mol qiluvchilarda qon bosimining oshishi, ruhiy zo'riqishda bo'lish holati ancha kam bo'lar ekan. Ya'ni limon, namatak, smorodina, malinalarni ko'proq iste'mol qiling. Tabiiy iste'mol qilish evaziga sizda qon bosimi oshishi, yurak kasalligining xurujining kamayishiga olib keladi. Bu esa sizda tinchlik, osoyishtalik holatini yuzaga keltiradi. Ruhiy holatda ham siz xotirjamlik his qilasiz. Yana bitta turi stressni qisqa muddatli relaksatsiya yordamida ham bartaraf etish mumkin ekan. Qulay joylashib ko'zingizni yuming. Bunda o'zingizga ma'qul bo'lgan ibora yoki so'zni tanlang. Masalan, hammasi yaxshi bo'ladi. E'tiboringizni nafas olishga jamlang. Har nafas olganingizda va chiqarganingizda ushbu iborani qaytaring. Bu mashqni hech bo'lmaganda kuniga bir martadan 10-20 daqiqa takrorlasangiz, bu kunlik sizni holatingizni yaxshilaydi. Insonlar shunchalik stressdan chiqish uchun so'z terapiyasidan foydalanishadi. So'z terapiyasi insonning har bir holatdan chiqishi, ruhiy holatlardan chiqishi, hatto kasalliklardan, davolab bo'lmas kasalliklardan chiqishini guvohi bo'lganmiz. Bir insonlarning tug'ma kasalligi emas, balki tabiiy sharoitda emas, balki sun'iy sharoitda ortilgan kasalligini o'zini kunlik mana shu iboralar, men sog'lomman yoki men sog'ayman degan so'zlarni ishlatgan evaziga ma'lum muddatdan keyin shifokorlar ko'rig'iga borganda mana shu holatni ko'rganmiz. Va u kishida o'sha kasallikdan qo'yilgan kasallikdan asar ham qolmaganini ko'rganmiz. Shuning uchun so'z eng muhimi so'z. Sizni imkoniyatlaringizdan biri bu so'zlar orqali davolash hisoblanadi. Va biz hozir yuqorida aytganimizdek, bu vitaminlar yoki moychechaklarni ham siz qo'shimcha iste'mol qilib borsangiz, kunlik ratsioningizga kiritib borsangiz, bular ham siz foydadan xoli bo'lmaydi. Chunki stressni siz o'zingiz faqatgina o'zingiz yolg'izgina yengishni eplay olasiz. Sizga stressni yengib o'tishda doimo o'zingizga tayaning va o'z kuchingizga ishoning. Har doim ham stressni yengishda inson o'zining tipoviy xususiyatiga bog'liq hisoblanadi. Kelgan muammolarni albatta sizdan keyin ham bu muammolar bo'lishiga odatlaning va shuni o'ylangki, bu muammolar ham doimiy bo'lgan va bundan keyin ham bo'ladi. Siz o'zingizga taalluqli doir muammolarni yengilgina
bartaraf etish yo'lini o'rgansangiz, bu sizga foydadan xoli bo'lmaydi. Bunga mavzuimiz bo'yicha quyidagi telefonlarga murojaat qilsangiz yoki YouTube kanalimizga izoh qoldirsangiz, savollaringiz bo'lsa mavzu doirasida biz sizlarga javob berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.